Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga o'rtoqlar, xuddi shu videomda men sizlarga ma'lumot berib o'tganman. Telegram orqali pul ishlaymiz deb video qilganman. O'sha botdan hozir sizlar bilan 100 rubldan oshiq pulni chiqarib olamiz. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar, batafsil ko'rib, tushunib olasizlar. Va qanaqa qilib bu darajada yaxshi daromad qilishni men sizlarga batafsil o'rgataman. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar, hammasi video davomida bo'ladi. Mana 2 oy oldin pul chiqarganman. 148 rubl. Orada men 1 oy ishlaganim yo'q. O'shaning hisobiga hozir 100 rubldan oshiq pulim bor. Silka orqali kira olamiz. Zarobat tugmasini bosamiz. Mana bu yerda aytibdi, prosmotr kanaliga obuna bo'lasan va Novosti kanaliga obuna bo'lasan deyapti. Obuna bo'lamiz. Qaytamiz. Zarobat. Bizda mana shunaqa ro'yxat chiqadi. Xuddi shunaqa ish stolimiz shu o'rtoqlar. Va mana hozir shotdozda o'rtoqlar 66 rubllik zadaniya bor ekan. Bu zadaniyalarni biz 5-10 daqiqa ichida hammasini bajarib olsak bo'ladi. Batafsil tushuntiraman. Подписаться на kanalga kirasizlar. Перейти к kanalga kirasizlar. Okey. Obuna bo'lasizlar. Проверить подпискuni bosasizlar bo'ldi. Sizlarga yarim rubl tushadi. Sizlar qancha ko'p kanallarga obuna bo'lgan saringlar, shuncha daromadinglar oshib boradi. Masalan, men hozir mana 1 rubl ishladim. Bu degani почти 2 so'm degani 150 so'mmi shunaqa hozirgi kunda rublni kursi. Просмотр post qopchalani, ya'ni qopchalani belgilab ustiga bitta bosib chiqasizlar bo'ldi o'rtoqlar. Hech nima qilmaysizlar boshqa. Mana qop o'tib ketdi mana. Bosamiz. Qiyin joyi o'rtoqlar, ozgina harakat qilsanglar, pul ishlay olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. To'g'ri, bu pul bilan boyib ketib qolmaysizlar. Lekin men Paynet yoki internetingizga yetkazsanglar bo'ladi. Masalan, bot. Shu bot ustiga bir marta bosasizlar, start bosasizlar. Ya'ni botdan keyin xabarni boyagi botga tashlashingiz kerak bo'ladi. Hozir mana shunaqa xabar keladi-yu, xuddi shuni olasizlar. Botga o'tasizlar. Botni tanlaysizlar. Jo'natasizlar. Bo'ldi. 50 kopek tushdi, ya'ni yana yarim rubl tushdi. Gruppaga obuna bo'lish ham bor. Gruppaga obuna bo'lish ham xuddi shu kanalga o'xshagan bo'ladi. Okey bosasizlar. Проверить bosasizlar bo'ldi. Keyingisiga zadaniyalarga o'tib keturasizlar. Bu yerda zadaniyalar ham bor. Buni ustiga bossanglar har xil summadagi narxlarda chiqadi narxi. Mana shu narxlar bo'yicha siz qancha zadaniya bajarsangiz, shuncha foyda ko'proq olasiz. Keyin получить bonus bosasizlar. Bitta kanalga obuna bo'lganingizdan keyin sizlarga 20 kopekdan har kuni 24 soat ichida bonus taqdim etiladi. Keyingisi o'rtoqlar konkurs. Sizlar qancha ko'p referal to'plasanglar, tushuntirib o'taman. Referalni tanlaysizlar. Mana bu yerda mana 1 oy ichida har oy o'ynaladi. Ya'ni 1 oy ichida eng ko'p referal to'plagan odamga birinchi o'ringa 200 rubl beriladi. Men hozir o'rtoqlar mana bu bot reytingi bo'yicha 6-o'rinda turibman. Atak mana 1-2 marta 3-4 marta konkursda g'olib bo'lganman. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Partnyor bo'lmay kirasizlar. Ayyo. Mo'y kabinetga kirsanglar mana yerda yozib qo'ygan. Konkursdan 500 rubl ishlaganman. Общий hisobda 1000 rubl ishlab olganman bu bot o'zidan. 1000 rubl ham hozirgi kunda bir o'rtoqlar ko'p emas, lekin bo'ladi. 200 mingmi, 300 ming bo'ladi. Например, men hali kalkulyatorga urganim yo'q, lekin shunaqa atrofda bo'ladi. Hech nima qilmasdan. Kuniga bir 3 minut vaqtimni ketkazib. Bo'ldi o'rtoqlar, endi biz pul chiqaramiz. Pul chiqarishimiz uchun
Hozir tushuntirib beraman. Mana Mo'y kabinet bo'limiga kirasizlar. Vivisten tanlaysizlar. Bu yerdan pul chiqarish minimalki 15 ta, 15 rubl. Pul chiqarishingiz uchun o'rtoqlar mana sizlarga bitta sirini ham aytib ketaman. 3 ta referral chaqirgan bo'lishinglar kerak bo'ladi. Shunda pul chiqara olasizlar. Mana Story Vivid'da mana pul chiqargan summalarim ko'rsatilgan. 150, 85, 200, 41, 70, 375 hammasi bor. Endi bu yerda men per kashlogim adresini olishim kerak bo'ladi. Perimni kopirovat qilib olaman. Endi o'rtoqlar qaranglar. Per tanlaymiz. Per adresimni yozaman. Endi bu yerga summani yozaman. 100 rubl chiqaraman. Qarshi bosamiz va bu 48 soat ichida bizga pul tushib keladi. Pul tushib kelishi bilan o'rtoqlar men sizlarga mana shunaqa qilib skrinshotini tashlab qo'yaman. Mana o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, bu yerda ham skrinshotda yozilgan Monkey Money saytidan, ya'ni botidan tushib kelgan. Bizani Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'yishlarini so'rab qolaman o'rtoqlar. Mana shu kanalimiz. Bu kanalda mana chatimiz ham bor, ko'rib turibsizlar. Qiziqtirgan savollaringizni yozsanglar, javob berib turamiz, xudo xolisa. Pul ishlash, Temudan zakaz berish, nima qiziq savollaringiz bo'lsa, bemalol yozsanglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz, javoblab berib turamiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishdan umid qilaman. Kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar.